Erkak kishining raqsga tushib jilpillashi shaytonga ergashishdir. Erkak kishi erkak bo'lsin. Umar roziyallohu anhu aytadilar, erkak kishi ashula aytsa yo raqsga tushsa, erkaklik safidan chiqadi. Musulmonman degan erkakning raqsga tushishi erkaklik nomiga va musulmon degan nomga isnod keltirishdir. Musiqa shaytonning ovozi bo'lib, musiqaga raqsga tushish shaytonning ovoziga ijobat qilishdir. Alloh taolo Isro surasi 64-oyatida shaytonga qarata, ulardan kuching yetgan kimsani ovozing bilan qo'zg'at deb marhamat qilgan. Ulamolar oyatning tafsirida musiqa shaytonning ovozi, raqs o'sha ovozga qo'zg'alishdir deb tafsir qilganlar. Allohga ibodat qiluvchi erkak shaytonga ibodat qilmaydi. Shaytonga ibodat qilsa, musulmon bo'lmaydi. Raqs kabi harom amalni do'stingizning to'yi, akaxoningizning yoki ukaxoningizning to'yi bo'lishiga halollab bermaydi. Erkaklar o'ylab ko'rsinlar. Dunyoga erkak bo'lib keldinglar, erkak bo'lib ketinglar.